Assalamu aleyküm bütün dünyadaki güzel Uygurlarım, yaxşımızlar. Ben bugün toy tökül toğrusida iki eğiz söz qilmoqchi. Bilgininglardek kuz fasli kelyapti. Kuz deganlik bir yilning ichidagi eng güzel hem to'qchilik qo'ygan faslning birisi. Bo'libmi kuz faslida biz Uygurlarda toy tökül ko'p bo'ladi. Balki dunyoning ko'p yerlarida shundaq bo'lishi mumkin. Toy tökül demek bu bir xushallik ish. Yani Peygamberimizden sünneti. Yani Uygur milletinin hem ümmeti Muhammed'in köpeği için hem güzel ailelerinin berpa buluşu için intayin güzel bir iş. Şunun için deydiğimiz mana müşküllerde toy kılavatkan Uygur kız oğullarımızdan Allah razı olsun. Mana şu yeniden öğrenevatkan oğullarımız, yeniden toy kılavatkan şu kızlarımız ne? Allah bir-birinden baxtlı kılabilsin. İnşallah güzel ailelerini kurup, güzel umak Uygur farzatlarını Allah onlara nasip kılsın. İnşallah iki aile bir olup, bir ömür xuddi bir ailedek inak ittifak ötep geçsin. Suyumlu kırındaşlarımız. Toy degen pek güzel bir iş, nikah degen bir güzel bir iş. Çünkü aile olmaya turup, yizi olmaydı. Yizi olmaya turup, şehir olmaydı. Şehir olmaya turup, devlet olmaydı. Şunun için aileninki kilip çıkış menbesi bir devletinin kilip çıkış menbesiga sebep buludu. Şunun için aileni güzel kılış, aileni baxit büyüklüğe aylandırış, aileni yaxşı devam kılış intayin mühim. Çünkü güzel aileler birleşken vaxtida devlet berpa oldu. Ama lekin mana şu toy töküllerde nimaga diqqat qilish kerak degan bir savol tug'ildi qarindoshlar. Toy bo'lgan bo'lsa, yani yat bir o'g'il bilan bir qizniki Allohning bir nikah bilan oldim tegdim degan, ya'ni Allohninki bir nikah bilan halol bo'ladigan, yatni o'z qiladigan, yatni tuqqan qiladigan, yatlarni birlashtiradigan ham insoniyatning ko'payishiga sabab bo'ladigan intayin bir go'zal ish qarindoshlar. Shuning uchun bu to'y to'kilda yigit shu kunisi bo'lsa, şu bir günü padişahdek, kızı olsa şu günüsü melikedek ulaş gerek. Şu toyga kelgen, böyle padişah kelsin, bay kelsin, o öydeki en hürmetli kişi yigit bilen kız oluş gerek qarindoshlar. Şu halal nikahdan keyin ola özünü dünyadaki şu gün en baxtli iş qilish gerek. Şu baxit inşallah bir ömür devam qilish gerek. Suyumli qarindoshlarimiz, bilgininglardek Uygurlarning to'yiga mening nazarimda hech qanday to'y yetmaydi. Çünkü Uygurlarninki milliy urf-odati. Uygurlarninki o'ziga xosligi bo'lsa, bütün dünyada hech qanday millatninki to'y to'killarida har qanday o'zining urf-odatlarida tepilmaydigan bir ishkan qarindoshlar. Biz cheksiz, qimmat cheksiz, ya'ni urf-odatga bay millatkamiz qarindoshlar. Men ta bugungacha tijorat bilan, mayli siyoset bilan dunyoninki ko'p yerni aylandim. Bularmi tijorat bilan dunyoning ko'p yerlarini aylandim. Mayli Osiyodagi davlatlar bo'lsin, Yevropadagi davlatlar bo'lsin, Arab davlatlari bo'lsin, nurg'unlagan davlatlarga bordik. Ularninki ba'zilarining to'y to'kildir qetildik. Ba'zilarininki qichqigan yig'inlari qetildik. Ama hiç qaysininki meyli yemek içmek urf-odati, kiyim-kechak urf-odati, milliy urf-odatlarida, milliy san'atlarida hiçbir Uygur urf-odatiga teng qilmadim qarindoshlar. Bu men o'zim Uygur o'g'illigim uchun emas, balki men o'zimni Uygur emas, boshqa bir millatning o'yini qo'yib turib tafakkur qilgan taqdirimdimi, ammo Uygur urf-odati intayin ustun bir urf-odat qarindoshlar. Biz intayin, ya'ni milliy urf-odatga boy bir millet kimimiz. Ama mana bu şeyde dikkat kıldığım bir mesele, bir amillar var qarindoshlar. Uygurlar to'y to'killerde nimaga dikkat qilamiz? Bo'libmi men bu shu nurg'unlagan to'y qetildik. Ba'zi to'ylar qayrilsak, o'g'illar ayrim yerda, qizlar bo'lsa ayrim yerda. Ya'ni to'yda qizlarning yeri ayrim, o'g'illarning ayrim yeri ayrim. O'g'illarniki to'yda mayli o'ziga xos bir usullari, naqshillari bo'lsa, qiz ko'rolmaydigan, ammo qizlarnikini o'g'illar ko'rolmaydigan mana bu shunday sharoit hozirlandi. Amaliyotda Uyg'urlarninki islomdan burunmi o'zininki milliy urf-odatlarida qizlar o'g'illarning o'rni ayrim bo'ladi qarindoshlar. Chunki to'y to'kil deganda har qanday bir millatniki islomdan keyinmi
bir örüp artı. Hatta Peygamberimizniki bir yiziga toyga bağlılığı şu toyga barsa nakşı usulunun bombağılığı göre Peygamberimiz deydi. Ya sizler nima üçün bu başka toylarda näme nava kılattыңlar, usul oynattыңlar, nima üçün bugün bu yatip tiniş degan vaqtida şu yezini adamlar deydi ki toy ahli, ya Peygamberimiz biz sizni kelinde şu näme navani qilmadik deydi. Yani Peygamberimizge bo'lgan hurmatdan qilmadik deydi. Peygamberimiz deydi ki her bir milletninki her bir yurtning o'ziga loyiq bir urf odat va deb, yani o'zininki erkinlikka qo'ygan yeri bor qarindoshlar. Demek yani İslam'dan çekidan aşmagan normal halatda bolsa bulduğanlıkını mana bu yerde bilip alayımız. Nima üçün Uygurlar men İslam'dan burun, men İslam'dan keyin bolsun bizim milli örf adetlerimizde oğullar ayrım yerde, kızlar ayrım yerde toy tökül ötküzüdü. Yani bir öyle olsun ayrım o'zida kızlar ayrım yer hazırlaydı. Çünkü toy tökül degende qarindosh her milletning o'ziga loyiq bir usuli va naqshi va usul o'ynagan vaqtida yani ayollar o'g'illarning qo'lidan tikib ketmasligi yoki bir yani yaşlar yani yaxshi oludu, yaman oludu, ahlaqsiz oludu, yaman ko'zda qaramaslik, yani qizlarni asrash, qizlarni ayash, hem qizlarni texida erkin bo'lish uchun qizlarga ayrim yer hazırlaydı, o'g'illarga ayrim yer hazırlaydı. Bular bu to'y to'kildi yaşlar ko'pincha bordiganligi, yani to'y qilish ishiga borganligi bo'lg'achqa ularning axloqli bo'ladi, axloqsizlik bo'ladi. Shuning uchun axloqsiz yoshlarniki yaman ko'z, yaman nazardan yiroq tutish uchun qizlarni asrash, qizlarni hurmatlash yuzidan qizlarga ayrim o'rin hazırlandı qarindoshlar. Bu herkes qizlarni tuven ko'rganlik yoki qizlarni bir aşağı alganlik, cheklanganlik emas qarindoshlar. Balki bu qizlarni hurmatlaganlik bo'ladi qarindoshlar. Çünkü İslam'da kız ayollarga bo'lgan o'rin intayin ko'p. Çünkü cennetniki analarning oyoq ostida bo'lishi, ya'ni dadalarning emas, analarning oyoq ostida bo'lishi, ham qiz farzandga payg'ambarimizniki boshqacha bir önem berganligi, ammo Alloh taolaniki qiz o'g'ilga barobar qarash kerak deydigan qonun nizom bo'lganligi uchun payg'ambarimizning o'g'il qizga bir xil qaraganligi mana shuna o'xshaydigan nurg'unlagan misollar qarindoshlar. Yani İslam kelishdan burun, yani Peygamberimiz kelishdan burun, yani Araplar jahiliyat vaqtida qiz tug'sa kumatdi, o'ttiratdi, o'g'il tug'sa ep qoladi qarindoshlar. Mana İslam kelgandan keyin qiz bilan o'g'illar o'xshashdan bir hayotlik, uning o'ziga loyiq miros haqqi, o'ziga o'xshash hayot haqqi berilgan qarindoshlar. Shuning uchun ayollarga, analarga, qizlarga berilgan o'rin İslamda yuksak qarindoshlar. Şuna şu toy tökülde imkan var, kızlar ayrım yerde, oğullara ayrım yerde orun verilse yaxşı olur deb o'ylaymiz qarindoshlar. Bular bu keyingi chekka intayin diqqat qilishimiz kerak qarindoshlar. Mesela Uygurlarninki milli kiyim qiyofati olsun, meyli diniy kiyim qiyofati olsun, tarixini qaraydigan bo'lsak qarindoshlarimiz, İslamdan burunmu Uygur kız analari uç kiyimlerini giyingan qarindoshlar. Herkes onunki yoki meydallari, yoki pochaqlari, yoki bilekleri echiq emas qarindoshlar. Bizniki tarix qaraydigan bo'lsak, tarixiy kiyimlarimiz qaraydigan bo'lsak, güzel atlas kiyimlerimiz vardı, uzun kiyimlerimiz vardı, ko'ylakları ta vushqcha, qo'llari bo'lsa, mush beg'ishqcha kiyimleri digib turadi qarindoshlar. Hatta İslamdan burunmu beshlari yalang yavdaq yürüyet qarindoshlar. Yani qizlarning o'ziga loyiq do'ppisi ham ro'moli ham hijab bor deb. Ham İslamdan keyin bu texadam mükemmelleşti, texadam güzelleşti, texadam o'lchamli bo'ldi qarindoshlar. Ama hozir şu bütün dünyadaki hamma milletde bakin, Türkiye'den bakin, Uygurlardan bakin, şu Arapga o'xshab oldi, Arapni şu oldi, aqchi ko'kchi deydigan ish intayin ig'ir qarindoshlar. Mesela Uygurlar, Araplarniki milliy kiyimi qanday degan bir savol qo'ydi qarindoshlar. Araplarning milliy kiyimida Araplar burun qanday kiyim kiytirsanlar qarindoshlar, Araplar meydisi uchuq kiyim kiydi, ammo oxir uzun kiyim kiydi qarindoshlar. Bunu bir misalını deb berek. Peygamberimiz vaqtida peygamberimizga hijab to'g'risidagi oyat nozil bo'lgan vaqtida peygamberimiz bütün şu atrofdagi ayollarni ham ularning erlarini, dadalarini yig'ib turib peygamberimiz bu oyatni so'zlaydi. Ey ayollar, yani hijablaringlar bilan ko'ksinglarni yepinglar dedi qarindoshlar. Yani şu yerde yani köks taraf, yani üstü taraflı yepişini, yani başta yepişini, bir tam çarşıdan çıkanmazsa hani Peygamberimiz aynı şu yerde ayette deydi qarindoshlar. Diğer vakti da şu çağdaki ayollar qandaq diğer vakti qarindoshlar, meydilleri uçuk ama ahir uzun kiyim giyerdiken. Bütün Müslüman ayollar şu konikinin ahiredeki yani uzun nimini jitip durup şu haman meydillerini yep bağlan, başlarını yöge bağlan deydi qarindoshlar. Nima degan vaqtda bu ayet nazil bulaştım burunmu? Burunqi Araplarning ortida, yani
uzun ko'ylak kiydigan, ammo mayli taraf uchuq kiyim kiydigan ish avjini olayotgan qarindosh. Ya'ni ularningki milliy qiyofati bu ekan qarindoshlar. Shuning uchun bu oyat nozil bo'lgandan keyin ular uzun ko'nglikininki oxirini shu hamma yitiblar, o'zininki ustini, ya'ni ko'ksini, bosh tarafini yeb ekan qarindoshlar. Nima deganda arablarning milliy kiyimi hargiz bu ham bir yo'gingan bu kiyim emasligi mana bu yerdan chiqib turdi qarindoshlar. Shuning uchun Uyg'urlarningki mayli milliy qiyofati bo'lsin, diniy qiyofati bo'lsin, bir-biriga aslo qarshi emas yumli qarindoshlarimiz. Bizning hech zaman Uyg'ur analarimiz, Uyg'ur qizlarimiz u yerlarni echib yurmagan qarindoshlar. Ham shunga o'xshaydigan nurg'un dillarda, nurg'un davlatlarda tarixni qaraydigan bo'lsak, qiz ayollar unda echib yuradigan ish yo'q deb. Bu ish 20-asrning oxirida, 21-asrlarda shu shayton dinga ishonadigan, ya'ni Allohni yo'q deydigan shu kuffarlar tarafidan, ya'ni bu mas'ullar tarafidan butun dunyoga taqtinib, ya'ni butun dunyodagi faqatla musulmon qiz ayollar emas, butun dunyodagi insoniyatni buzib tashlaydigan, ularni insonlikdan uzoqlashtirgan, ya'ni hayvonlikka yaqinlashtirgan, xuddi burunqi yovvoyi odamlar, ham burunqi xuddi indigenous people falan deydigan gaplar chiqdi ya qarindoshlar. Ana shu endi jinsga tava bo'lgan shu insoniyatlar, yovvoyi insonlar uchiq yuradigan, yalang'och yuradigan, faqatla yupurmoq bilanlar, faqatla bilat bilanlar u yerni yo'g'ib oladigan ish mana shu, ya'ni taraqqiy qilmagan ibtidoiy odamlarningki kiydigan kiyim edi. Ammo hozir qaraydigan bo'lsak, ne boylar, ne obro'li shaxslar, ne cho'lponlar ana shu ibtidoiy insonlarning kiyimini kiydigan ish qarindoshlar o'ttirga chiqyotdi. Burun qaraydigan bo'lsak, jittiq kiyimlarni puli yo'q, iqtisodi yo'q insonlar kiyadi. Hozir qarasanglar boylar, modellar, cho'lponlar bu jittiq kiyimlarni kiyotdi qarindoshlar. Ya'ni qiyomatga yaqin insonlar o'zining insonligidan uzoqlayotdi. Mayli tashqi qiyofatda, mayli ichki qiyofatda. Shuning uchun qiz onalarimiz kiyim-kechakka diqqat qilsak, ya'ni ayollar, ya'ni to'y to'ykunlarda ehtiyot qilsak deymiz qarindoshlar. Uyg'urlarning o'zimizningki go'zal milliy naqshalari va qarindoshlar. Mazmuni sog'lom bo'lgan. Ya'ni o'yinishga muqamniki asl teksti intayin yaxshi edi qarindoshlar. Haqiqiy Alloh yo'lidagi halol juftlikni, ya'ni Alloh yo'lidagi xuddi Yusuf bilan Zulayxadek, Tayir, Zuhra, Leyla, Mejnunlardek haqiqiy oshiq mashqlikni, ayolningki oilaga bo'lgan sodiqlikni, avlodga bo'lgan yaxshilikni, vatanga bo'lgan, dinga bo'lgan sevgini, ham bayroqqa bo'lgan bir muhabbatni tasvirlaydigan o'yinishga muqamning teksti intayin yaxshi edi. Ammo tajovuzchi Xitoylar o'yinishga muqamningki muzikasini o'zgartirmagan bo'lsa-mu, buning tekstida nurg'ulg'an o'zgarishlarni, ya'ni Allohga bo'lgan sevgi, muhabbat, ya'ni Allohga bo'lgan sevgini ifodalaydigan tekstlarni, ya'ni yorim, jonim deydigan, ya'ni ammay turib, ya'ni 18-20 yoshli qiz o'g'illarning bir o'qiydigan naqsh teksti deb qilib o'zgartgan, ham bunga o'xshash nurg'ulg'an yerlarni o'zgartirib etdi. Inshaalloh vatanimiz mustaqil bo'lgan vaqtida cho'qim bu o'yinishga muqamning tekstlarini asli holatiga qaytarishimiz, buni yangidan replab chiqishimizga to'g'ri keldi qarindoshlar. Balki muhojiratdan bir qila olishimiz mumkin. Shuning uchun biz mana shu o'zimizningki naqsha musiqalarga yetib eshib qoladi. Biz Yevropaning disklariga yoki Xitoyning tansilariga ehtiyojimiz yo'q qarindoshlar. Shuning uchun qiz ayollar, o'g'illar ya'ni tansi o'ynaydigan yoki biz disko o'ynaydigan ishlarni asla qilmasligimiz kerak qarindoshlar. O'zimizdagi milliy erlarimiz erlar bilan, ayollar bilan misal o'zininki, ya'ni ayrim yerda ayollar, erlar ayrim yerda o'zininki milliy usulni o'ynash bo'ladi. Ya'ni ayollarni erlar ko'rmaslik sharti bilan qarindoshlar. Inshaalloh Alloh xolasa xalqimizningki qulqi yumshoq, dili yumshoq bu gaplarni yaxshi anglab ketadi deb o'ylayman. Shuning uchun bu to'y to'kilda intayin ehtiyot qilsak demoqchi. Bu to'y to'kildirimizda biz uchun bek yaxshi fursat. Uçqışamagan tuqqanlarımız, uçqışımız, dostlarımız, uçqışımız, tunuşmaganlar hatta şu yerda tunuşumuz qarindoshlar. Şu an bu to'y to'kilda bek diqqat qilsak, yaxshi chiroyli kiyimlarimizni kiyib borsak, jaqi-juqqa g'arit kiyimlarimizni kiymasak, bir-birimizga go'zal ko'rinsak, to'y ahliniki, qichqirgan kishiniki bir hurmatini bildirgan bo'lamiz qarindoshlar. Pok siretlik borsak, chunki ko'pchilikning ichida putlarimiz, baypoqlarimiz, bayallarimiz purab qolsa bo'lmaydi. Uyg'ur millati bir pok bir millat, ham islom dinining yerimi pokislik qarindoshlar. Shuning uchun bu pokislikqa intayin ehtiyot qilsak demoqchi qarindoshlar. To'y to'kildik yemek içmeklerimiz olsun, o'zimizningki milliy güzel yemek içmekleri bilan. Ya'ni isrof qilmagan shaklda. Baylar bek nocha dasqon selaversak, kambag'allar to'y qilgan vaqtida men ashunda dasqon salatam deb o'ziga besim qilib oladigan ish bo'lib qolmasin. Shuning uchun normal o'ttir yo'l tutib, payg'ambarimizning degani bo'yicha o'ttir yo'l tutish eng yaxshi qarindoshlar. Shuning uchun kambag'allarga besim bo'lib qolmaydigan shaklda baylarni normal holatda dasqonlarimizni salsak,
Bek noç daskan sağımız olsa şu kembegallarni öylep qo'yish orqali, to'y qilmagan yigitlarni öylep qo'yish orqali aşılaga yaxshi ishqini shularga ishlatsak demoqchi qarindoshlar. İnşallah to'y to'ykunlarimizni güzel, yaxshi eppasak, nima degani yaxshi deyman qarindoshlarimiz. Bular bu vatandagi vaqtimizda intayin bu to'y to'ykunlarga intayin önem berdi qarindoshlar. Falan pokun to'y qilibdi desa, hatta Sovetlik tijorat qilayotgan baylar Amerikadan, Yevropadan, Turkiya tuqqanlar kelib shu to'y to'ykunlar qaytalatdi. Hatta bir musibat bo'lsa, shu musibatga nanadan kelib qaytalatdi qarindoshlar. Hatta uningdan boshqa shu behet oyamlardimi dunyoning o chekidagi qarindoshlarimiz kelib vatanga berib jutchilar bilan birga heyetlishdi. Ammo hozir bizgacha bu sharoit yo'q. Ba'zi belib kelayotganlar var ekan. Onu Allah yüzü buladı qarindoshlar. Amal var, ötkende dedik. Vatanda qarindoshlar chet elga chiqadi, chiqsin, ammo chet eldagi Uyg'urlar amal va vatanga bormasin. Ya'ni xuddi elaqa bu bir nima va ötkende degan qarindoshlar paravana deydigan bir chiroq o'zini uradigan, ham chiroq o'zini uladigan bir jonliq va qarindoshlar. Paravana o'xshash olib qolmayli. Tajovuzchi zolim Xitoyni bilib turib, vatanga qaytib berib, ularning changiliga turimizga lavirga o'zimizni atmayli, ammo vatanda qarindoshlar imkon bor hijrat qilib, tajovuzchi Xitoyninki changildan qutulib ketaylar deyman qarindoshlar. Inshaalloh. Shuning uchun sevimli qarindoshlarimiz, to'y-to'ykunlarimiz go'zal, yaxshi ep berishni umid qilaman. To'y-to'ykunda to'y kun qanday bo'lgan bo'lsa, kız oğulni oğul kızı qanday hürmetligen bo'lsa, to'ydan keyin qizlarimiz, ayollarimizni hürmetlishimizni, ayollarga kuyinishimizni tavsiya qilaman. Chunki bir ayolninki og'ziga sig'gan bir ta luqm uchunmi Alloh ajr berdi ekan. Amal va har kun bir qatim bo'lsa-mu ayollarning og'ziga yeyotgan narsalarni sep qo'yinglar qarindoshlar. Hatto ayollarninki sizlarning yo'ldashinglarning uyini tozasanlarmi Allah sizlarning gunohinglarni tozalaydi qarindoshlar. Shuning uchun eringlarning xizmatini qilgan vaqtida, mayli kirni yuvgan vaqt, tamoq etgan vaqtlarda bo'lsin, inshaalloh Allohning ajri beradi-ku. Men erimni yaxshi yigizib olay, yaxshi kiygizib olay deb mushu nima bilan bo'lani qarindoshlar. Har vaqt yo'ldashinglar sirtdan chiqgan vaqtida assalomu alaykum va alaykum assalom deb kiyimini qo'ldan elib, chapallarni esib, peshonasiga suyab qilinglar. Erlarmi ayollarning peshonasiga suyab qo'ygan qarindoshlar. Mehr muhabbet bilen, xuşallık bilen, güzellik bilen hayatını ötkizishga tirishaylik qarindoshlar. Chet elda bulapmı ayollar, erlar, yani biz kimdan ko'nimiz so'chidi? Biz kim xo'sh qiladi? Albatta erni ayol xo'sh qilmasa, avlod ata-ona xo'sh qilmasa, biz bir-birimizni bu Uyg'urimizni xo'sh qilmasa, bizni kim xo'sh qiladi qarindoshlar? Shuning uchun oilamizda bo'lsin, bir xuşallık bo'lsin, güzellik bo'lsin, mehr muhabbet olsun qarindoshlar. İnşallah amallar mana bu nurg'ulligan jafo mushaqqat bilan to'y qildik ekanmiz qarindoshlar. Qarindoshlarni qichqirib turib, shoir qilib turib, imonli shoir qilib turib. Ammo lekin Alloh saqlasin, yo'q ishlar bilan oila buzar ekanmiz, bolalarimizni yetim qiladi ekanmiz qarindoshlar. Bunda ishni hargiz qilmaylik. Allohga sabr qilaylik. Hamma er kishi o'xshash qarindoshlar. Balki ba'zilar e'tiqodiy jihatdan ustun, imoniy, aqliy jihatdan ustun bo'lishi mumkin. Yana ba'zi yerlari tuvan bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zinglarning erini dunyodagi eng aqlli erdab o'ylanglar qiz ayollarimiz. O'zinglarning erini eng esil erdab o'ylanglar, eng kelishgan erdab o'ylanglar, eng yaramli erdab o'ylanglar. Ham o'g'illarni o'zinglarning aynini eng chiroyli deb, eng yaxshi ayol deb, eng esil deb o'ylanglar. Chunki to'y qilishdan burun sizlar u qizni eng yaxshi qiz degan bo'lsalar, ammo aytinglar, sizlar shu o'g'ilni eng yaxshi o'g'il demasanglar, tegmaytinglar. Shuning uchun to'ydan burun qanday elishib tegishgan bo'lsanglar, halol nikoh qilgan bo'lsang, to'ydan keyinmi ayni ko'zni qaranglar. O'zinglarning go'zal, chiroyli, esil ayoli uyda turib, taladagi yotning xotni qaylamanglar. Alloh saqlasin, ko'zdan ochiladi. Butun gunoh ko'zdan ochilib boshlaydi. Shuning uchun bu zinodan saqlanaylik qarindoshlar. Hem özümüzdeki yaxshi kelishgan erlar öğüt turib, talaq qaraydigan ish bo'lmasin, Alloh saqlasin. Bu bizniki diniy hamilli örpartimizga asla to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun güzel ailemizni qo'g'daylik, güzel aile yaratdi, aile barpo qilaylik, avlodlarimizni yaxshi tarbiyalaylik. Din islom uchun, vatan millat uchun yaramli qilaylik qarindoshlar. Inshaalloh, mushu so'zim mening uchun, mencha butun dunyoga Uyg'urlarga yetib oshadi deb o'ylayman. Shuning uchun to'y kunlarda men har qanday so'rovlar yig'ilgan vaqtimizda Uyg'ur qarindoshlar bir-birimizning qimmatini bilaylik, bir-birimizni qadrlaylik, mehr muhabbet bilan sevgi bilan şu to'y kunlarda adolat va birga kelib qolgan bo'lsak, adovatni yo'shib teyli. Ilm bilimlarimiz bor, chet elchilik, qiyinchilik
Sabır kılaylı, pullarımız kötülüğü öteyli, pulumuz olmasa sabır kılaylı kardeşler. Ama pulumuz batır vermeyene iş yapılmaylı, amal var biri öteyli. İnşallah her kanday yere, toy tökülde, meyle namayişte, meyle davada, meyle vatan için emri iş kıldığın meydanlarda birbirimizden yüzü karıya alaydıgan, birbirimizden ottırış alaydıgan, birbirimizden turuş alaydıgan, birbirimizden fikir almıştır alaydıgan, Uygur'dan kaçmaydıgan, belki Uygur var yani izleydigan, birbirimizden bir oladigan bir güzel bir manzarani barpo qilaylik qarindoshlar. Allah bütün Uyg'urlarimizga birlik, barobarlik ato qilsin. İnşallah o'lmagan yigitlarimizga Alloh taolo yaxshi qizlar nasib qilsin. Ham Alloh taolo güzel oila quraylik inşallah. Hem güzel vatanimizni shu avlodlarimiz bilan birlikda qurib chiqaylik. Assalomu alaykum.